Toshkent tuman axborot kutubxona markazi Botirjon Ergashevning "Mendirman o'shal" kitobini tavsiya etadi. 2020-yil 23-iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Vatanimiz ozodligi kurashchisi, dovyurak sarkarda, milliy qahramon, jahon xalqlari tarixida o'chmas iz qoldirgan Jaloliddin Manguberdi Jasuratining yosh avlodi milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishdagi tarixiy ahamiyatini keng targ'ib qilish to'g'risidagi farmoyish qabul qilindi. Mazkur farmoyish ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi buyuk ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi hayoti timsolida yoshlarni ona yurtga sadoqat tuyg'usi bilan ulg'aytirish, mardlik va matonat bobida yuksak marralarni egallashga hamda mamlakatimiz dovrug'ini o'z iste'dodi bilan dunyoga tarannum etishga chorlash maqsadida ushbu kitobni siz azizlarga tuhfa qilmoqda. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli shoir Botirjon Ergashevning she'rlari, dil tug'yonlari, she'riyat ixlosmandlariga yaxshi tanish. Shoirning yangi she'riy guldastasi ham sizlarga manzur bo'lishiga ishonamiz. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz.